Qizim, ovqat pishdimi? Qornim ochib ketdi. Jonimga deb ketdingiz ovqat so'raverib. Ana bolalarim ham o'tiribdi-ku, sabr qilib. Chicha sabr qilsangiz pishadi. Asadillo bolam, o'rtagan Javohirda elib pizzasini olib kelgan qornim ochib ketdi. Aya. Ha, tinchlikmi? Buvam dadamga pizza aytvordilar. Rahmat bolam. To'yib ketdim hammasidan bu qo'shib. Sen menga qara, nima deyapsan? Nima? Nima sen onam ovqatlarni vaqtida bermayapsan? Men majbur emasman onangizga qarashga. Hali o'qib bering, hali o'qib bering. Ovqat pishdimi, to'yib ketdim hammasidan. Sen meni onam haqida gapiryapsan. Men sizni rozi qilsam bo'ldi, onangizni bas. Sen meni rozi qilishing uchun onamni beminnat xizmatlarini qilishing kerak. Erda rozi qilgan jannatiy bo'ladi. Oldingda ikkita yo'l bor. Qaysi biridan ketish o'zingga bog'liq. Bu birinchi yo'l. Bu yo'lni tanlasang ajrashamiz. Tabiiyki ajrashsak, senga yomon ko'z bilan qaraydiganlar chiqadi. Erga ham tegarsan, lekin xotin qilib oladiganlar kamdan kam bo'ladi. Nafs to'ygach, u ham javobini beradi. Hayoting do'zaxga aylanadi. Bu ikkinchi yo'l. Onamning xizmatlarini nima desalar xo'p bo'ladi, oyijon deb o'zingni onangdek qadrlab qilsang, hayoting ham oxirating ham jannat bo'ladi. Men ham sendan rozi bo'laman. Xo'p, meni kechiring noto'g'ri chiqibman. Endi xizmatlarni qilib duolarni olaman. Sizni tushundim.